kaldım ecel. Könlüm bugün bol diye yara. Könlüm bugün bol diye yara. Yürgün köyde azapta, intizar buldum ana. İntizar buldum ana. Telmürüp baksam yolunga, akettin ataşlap beni. Telmürüp baksam yolunga, akettin ataşlap beni. Zarlanıp yürsem tarafta, bir vaka söyleyemini. Bir vaka söyleyemini. Nurlanıp sevidilim, kalbim gülü küldüm ana. Nurlanıp sevidilim, kalbim gülü küldü bana. Sen kiçip kessem gel, kalmaz zincirlap ana. Kalmaz zincirlap ana. Sen kiçip kessem gel, kalmaz zincirlap ana. Voy voy, nimandaq chepilga qolib ketdingiz qizim. Kirib qo'nchiqingizni o'ynang dedim qiz sizga. Sizdan qo'sh bo'lay appa. Men yolg'iz qo'yman. Dadam tek kambiri, men o'zim yolg'iz qolib ekanman. Men chayqlamsam bo'lmaydi. Dadangiz kaycha kirib uxlab turing, ma'qul. Endi topshiriq bilmagan joylarimni tushuntirib qo'yib odam bering. Ma'qul. Voy voy, aytib qo'ysam bo'ynim menamsiz nima? Kirib uxlam degan ekan, uxla.
Nadire, kızım ben geldim. Oy. Ne oldunuz? Nemi yığılaysınız? Nemi yığılaydı? Meni çayga bağımsın dep yığılayotgandı şu. Yani çayga baramsız? Ha. Bugün bağımsam qattiq bolmaydı. Ems tamaklı ço. Bugünçe özünüz etip tamamsız. Men bek aldıraytdım. Men bağıştıray. Şu. Siz aldırmışsınız kim aldıraydı bu cihanda? Narire, men mağdım emse, ha? Koş. Kına arkadaşlar, romantik Yüründün, kayak yap geldin. Onda karınca koyuversin, özümüz eyleyimiz. Dostlarınız ikimizni mazak qilib o'tamdi. Bizmi chaqchaqlashib qo'ymaydimi? Nima? Biz bilan chaqchaqlashishni xohlamayapsiz? Bu mening chaqchaqlashga xohlasam chiqmay. Olmamız ki. Doğrusunu havalı bir şey. Değilim efendim. Siz bir konuşsak, bir kavaksanız bizde. Her kandak vakti bozum var. Sizden telefonumuzu almaya koymayın. Tek hiç uxlamadыңызmı? Ayolum restorandan qachon kelar deb saqlab oldim. Bo'ptimi? Siz degan maxsus restoranga berish qilib yaratilgan. Siz bo'lmasangiz restoran qizimaydi. Do'stingizning o'tirish olmaydi. Shundaqmi? İlham. Depekne, hozir soat necha bo'ldi? Ular meni mang'il qo'ymiz qanday qildiman? Siz choyga yuguraysiz. Ma uyning ishlari bilan biz bilan qilchilikmi qarimiz yo'q. Siz hozir bu uyda xotinmi, nima? Otadan qo'zg'im ichib ketdi. Anladingizmi? Taqatmaganman. Baldur kelib sizning vaqtingiz yetmasa, yerib kelganda menga qo'shaqatdi. Voy voy, hajab bir deb ketdingiz. Uyga uy xizmatchisi olayli desam, ya qo'shilmaysiz. Buningdan keyin hech narsa bo'lmay, sizga osh tomoq etib uyda o'ltiray. Shunda qilsam bo'la. Saboqdoshlar. Ota-onalar yig'ini soat 1:30 boshlandi. Vaqtida kelinglar. Hargiz kechikib qolmanglar. Bo'ladimi? Qoppa tushdan keyin ota-onalar yig'ini bor ekan. Dadingiz qadam. Dadingiz borsin. Biroq muallim siz
o'zini kesin degan. Ata-onalar yig'iniga degan kimni bası bo'laverdi. Siz bormisingiz do'stlaringizmi restoranda o'tirmaydi ekan-ku. Shuning o'xshash muallimi sizni kemmisi bo'lmaydi dedi. Kichik turma balni qara, yolg'on so'zlash nerdan o'rgandingiz? Men yolg'on so'zlamadim, appa. Muallimingizga men doğru bo'lib qolmagandan keyin dadingiz bosim bo'laverdi. Tushdan keyin mening jiddiy yig'inim bor. Bormsam bo'lmaydi. Biroq dadam tushdi kelmaydigan sizsa. İdarsiga bering. Siz yolg'iz mening qizim bo'lmagandan keyin dadingizmi bosin? Mayli, sizlarning vaqtinglar bo'lmasa o'zim boray. Nadira! Nadira! Bu balanisi. Vay. Ha. Voy. Ha. Xizmatingiz boshliq apandi. Qanday ahvolingiz? Ajab bir telefon qilib qolibsiz a? Ha, bundaqda. Biroq ishdan keyin ha, maylamsa, ruxsatni siz so'rab berdigan ish bo'lsa, borsam bo'ray. Ha, rost. Sizlardek boshliqlar o'tiradigan so'ringa mening darajam kamlik qilmasa? Tuhi. Bo'ladi. Amsa hili ko'rishaylik. Ma'qul-a? Xo'sh. Qani kiring qizim. Dadam qini? Dadingiz bir ish bilan sirtqa chiqib ketgan edi. Muhim ishingiz bormi edi? Dadamni ota-onalar yig'iniga boramdikin degan. U sal turib kelsizlar, men uning deb qo'yay qizim. Ma'qul, rahmat sizga. Xo'sh. Xo'sh. Yolg'iz bossam, muallim cho'qim xafa bo'ladi. Undan ko'ra dadamni saqlab boqay. Voy, Nadira? Muallim. Yig'ilmang Nadira. Nim bo'ldingiz? Ata-onalar yig'iniga nimishqa kelmadingiz? Opam men bek oldirish deydi. Dadamni istab bo'lsam topolmadim. Kelsam hammaga ketib qopti. Shuni sizni saqlab o'tirgan. Bo'pti, hech qisi yo'q. Ota-onangizdan keyin ko'rishmasam bo'ladi. Ma'qul muallim. Muallim, opam dadamga o'shmidi. Ota-ona degan bolaga hargiz o'shmaydi. Ems ular nimishqa men nim desam yo'q deydi. Ular aldirashib ketgan o'xshaydi. Mening nim desam ma'qul deydigan, men bilan doim belli bo'ldigan ota-onam bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Undaqda texmi yaxshi o'qing. Yaxshi o'qisangiz ular nima desangiz ma'qul deydi. Ma'qul muallim. Qaytib keldingizmi qizim? Nima bo'ldingiz? Tushdan ota-onalar yig'ini itilganti, hamma bolaning ota-onasi berib, yolg'iz sizlarni bormidinglar? Opam bo'lsa boramayman dedi. Sizni izlab bo'lsam yo'q ekansiz. Shuncha saqlasam kelmadingiz. Shuning bilan chiqib men borolmadim. Topolman qizim. Mening ishim sal jiddiy bo'lib qoldi, bo'g'is boradi. Yolg'on. Sizlar aldirash bo'lmasanglar, doim aldirashli deysizlar. Topolman qizim. Kelar qadim sizni hargiz olmayman, ma'qulmi? Voy, opingiz kelmabdimi? Ko'rinmaydi-ku. Opam idorada yig'ini bor degan. Yig'inga? Bu vaqtcha yig'inimi tugagandi-ku. Voy, yaxshimisiz? Men Odilani izlaydim. Nima? Tushdagi ruxsat so'radi? Ma'qul, ma'qul. Xo'sh. Ruxsat so'radi. Voy, men. Nima? Yig'in tugimidi? Odila siz?
Kimingizni ahmoq qilyapsiz? Kunda o'ynagan qata chaylarınız az kelgandek. Endi yig'in degan gapni ko'tarib chiqdingizmi? Ha, çayını oynasamçı özümden puluğa oynadım. Bankaga pulni loq sap bersem gap qilmaysiz. Endi haqning navbati kelganda chidamayaptamsiz. Voy pul yig'sangiz o'zingizga. Menga nemati? Bu uyga meni topgan pulim yetib oshidi. Ha, siz degancha dangliq muxbir bo'lgandan keyin pul deganni behchiq topsiz. Gapni oz qiling, ha? Dana, kechichi nega vordingiz? Cho'ng'ayga bordim deb dedim-ku sizga. Opiringa bundoq gaplaringizni. Meni kichik bola ko'ryapsiz? Meni aldayman deyapsiz dahi? Cho'ng'ayda kechichi nima ish qildingiz? To'la mening do'ppaga jigni solaman demang. Men sizga deb qo'yay. Keşke sırtı yürgendikin bu işten özünüzden körün. Nima? Sirtib yurgandikan? Siz keşke sırtı yürgendikin bu öydeçe yalğız olturup zeriktim. Şundak vaandikin oynayın ben taz çıdan. Erkek ona bize. Dada apa oruçlanlaçı. Nima qilishini ish bilaman Qosim. Bexonada gumonga qattiq qara. Xotirjam bo'ling Odila. Sizlar mana taniga. Apa? Apa? Oy, qizim. Bu yerda nima ish qilib yurasiz? Juring. Nima ish qilib kirdingiz bu yerga? Qarsam kirib ketayotgansiz, to'g'risam anglamadingiz. Kichik bola degancha bolam bundaq yerlarga kirmaydigan. Bildingizmi? Ma'qul. Apa, bir qo'sqim pek ichib ketdi. Çay içmeyemediniz? Yok. Yok kendim. Quruqla çay içkim kelmedi. Nima yeysiz kızım? Samsa yeyman. Samsa? Aşxonalarda samsa bormi? Samsa yo'q. Samsa yo'qkan qizim. Sizga pul beray, sirtqa chiqib samsa ilib yang, ha? Ma'qul. Apa, boyqa dadash kim bo'ladi? U bizning to'qimiz. Endi nima chiqib bizning uyga kelmaydi? Keladi, kelgandicha siz ko'may qolsiz qizim. Jiran. Qizim, meni bu yerda ko'rganligingizni tartibda o'tirsamoqchimi? Ha? Ma'qul. Maktabga men kechikib qolmang yana. Xo'sh, apa. Bey. Hemen. Qasım'a. Yey, nemisin deysiz Qasım. Nadirani qachon dadisiga deb qo'yar ekan deb necha kundan buyon dakki-dukkidil yurdim da. Ta'limga u hech nima demibdi. Sarang. Davatgan gapingizni qarang. Bugun kech yana ko'rishamdik. Voy yo'q. Men o uyda o'ltag'im necha kun bo'ldi. Bugun chiqsam gapni qilib ketmas. Biroq ha ma'qul. Bugun sizni deb yana bir qatim yolg'on so'zlaydigan bo'ldim-da. Hali ko'rishaylik, ma'qul. Xo'sh. Qani ilinglar. Qani ağlaşıp duranglar. Qani memora, ilinglar. Qasım jo'ja. Elanglar. Sizlar elanglar. Ağaç oturanglar qizlar. İlanlar. Sizlar elanglar. Ilinglar. Bey.
Kep buldun mu? Ha. Biz 9. ayrımxonada. Şuraya kirsan buludu. Ma'qul. Qasımka, siz tunuşturmoqchi bo'lgan muxbir yigit keldi. Ha, kirsin. Yaxshi bo'pti. Kirsin. Ha, qizlar ilonlar, ilonlar. ilonlar. Ep o'tiranglar, ha. Assalomu alaykum. Oy. Va alaykum assalom. Kela adash. Sen bilen acırışımın. Sendek iflas bilen herkes öy tutmayman. Teği aşnan bilen birleşip beni koldurlatmakçı mı? Xo'sh, olay ilhom. Qosim bilan tek yengil tanışqandim. Onun bilan hech qanday munosabatim yo'q. Münasibetim yok. Emsi bugün kişini kındak düşendirsen. Dostumun kesilini yoklayman da atmam. Yoklaydıgan adamın açlanken o. Münasibetim yok deydi teği. Yanfınığı kelgen numaralarını körüp bak. Bilmegen kişi bulup olsam yalgan gap bilen kutulay demse. Manga işinin ilhom. Toğlu kutuldu mu? Senin aldığın sözleşke salahiyetin toşmaydı. Acırışımın. Ötün hadi yakma. Hem sizin onda atanız yok. Oturun. Nadire apamı sevgindim mi? Pek sevgindim. Onu görmekle pek uzun buldu. Dadanga dedim, o seni apamla görüştürüp koysun. Faydası yok adaş, dadam baribir umaydı. O apamın gibi çıksın bana açıklap ketidi. La acırışıp ketkendim bu yan. Ben de biçare bolup kaldım. Menin çiçimni tara koyduğun hiç kimim yok. Dadam hem hiç öz işleri bilen aldıraş. Pek biçarken sen, menin apam bana pek yinadı. Senin amman bana okşaş apam bulgan bas yaxşı bolardı. Nadire. Qayttınlar mı kızlarım? Oy, ne buldunuz? Jıglapsız ol kızım. Ha? Nadire apısı bomboş kızıqlavatıdı. Hazır hiç kim ona çiçin taraf koymaydı eken. Hiç kim ona köyünmeydi eken. Bana ben bağı o kızlarım. Ben sizge köyünümen. Çeçinizni özüm taraf koyayım. Ya siz çeşke araşını bilmeydi siz. Bana apam gerek. Bana apam gerek. Nadire'nin apısı boğan bisi yakşı bulardı. Bana apam gerek kızı. Apam ne gerperi. Bana apam gerek. Onundan ajrashgandan buyon xeyli yeniklab qoldim Qosim. O'ylab baxsam, bo'ytaq yurganmi xeyli yaxshi ekan qara. Ajrashmagan bo'lsam, u baribir biz munosabatimizni bilib qolyapti. Elimi bilib bo'pti Amirg'an. Ha, bilgachga ajrashgandim shu. Ha, rost. Sizni deb oilamdanmi ayrildim. Endi sizmi tezroq ajrashsangiz bo'ladi. Sizdek yosh, chiroyli xotinni desam, hozirla ajrashqim bor Amirg'an. Biroq shu bolalarim Sizning bolaringiz bo'lsa, mening yo'qmikan? Elim bu bolaringizning hammasini uy uchoqlik qilib bo'ldingiz. Endi ular sizning ishingiz arilish o'ltamas. siz undaq degan bilan ularning hammasi abstrakt turib meni Ye, hecep bir içimni sıktınız. Kepmi kaldık. Bu doğruluk keyin bir nima deyishayli. Qara. O Zühre adamla eri Qosim Jo'jan shu-ku. Ha, shu. Del shu. Ay, yendik ayolni tanidingmi? U jo'yliqi. Yo'q. Voy, buzuqlar.
Bundaqlarning adabini toza berish kerak menga. Zuhradan deydi. Bu xotinning adabini toza bersin. Beshjanaydiganlar. Hep buzuqlar. Yaxshimisiz? Odilarni deydi. Men buni. Odilar degan buzuq sanma. Tura o'rmonda. Mana buzuqlar adini bermaydigan bo'lsam, bularni ish qilib beraman. Nima erni o'ldirmoqchi meni? Qanday gap bo'lsa chiroyli qilib inshaalloh. O'sha buzuqlar chiroyli qilishini o mening uyimni patlatdi. Erning amalida Yop geçti. Buzluğundan qayrala. Başlıq tegimen dep erden ajrashqan hop bo'ldi. Juranglar ishimizni qilaylik. Yaxshi ish bo'ldi. Deydiganni deb buldum Adile. Qağa ishlar o'zingizga bog'liq. Bu ish idora ichida yomon ta'sir paydo qildi. Endi siz o'zingizni tekshirmasangiz bo'lmaydi. Ma'qul başlıq. Men cho'qim o'zimni tekshiraman. Aslida ajrashmagan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Agar mumkin bo'lsa, yo'ldishingiz bilan qaytarishib oling. O'zingiz bilasiz. Yo'ldish yo'q ayolning kayindan so'z cho'chak ko'p bo'ladi. Bundaq bo'lsa, sizning bu normal xizmatingizga ta'sir etadi emasmi? Ko'ngil bilganingizga rahmat başlıq. Arzimaydi. Har holda o'yinib ko'ring. Bo'ldi. Chiqsangiz bo'ladi. Ma'qulamiz. Nimaga dang'ashlik qilgansan qizim? O ayol müşelsiz deb ketdi. Qo'lim qo'shillarning oldida o'lmadim, uning bersib ketdi. Ajrashma deb shu dedisam unutdim. Bunda amida o'tdi. Bundaq bo'larni o'ylamabdiman oppa. Ajrashsam bo'pti. Shu emasmi? Nega bording? Nega turding demasa? Maşallah o'zing xohlagancha qilishlaydigan tursan. Bundaq yaxshi erni nima topsan? Bichar nevramni yetim qildinglar. Albatta shu bichar o'g'il emasmi? Qo'shib qolay qizim. Meni rozi qilay desam, ilhom bilan yashashib qoldi. Nevram yetim bo'lib yurmiz. Biroq bo'ldi qil bolam. Endi to'la bahani ko'rsatma. Biroq etim egilganga bo'yning sunib ketmas. Uning bilan so'zlashib baqqin. Mayli. Sizli xo'sh bo'ladigan ish bo'lsa, uning bilan so'zlashsam so'zlashib baqay. Yaxshi yezibsiz. Beshini yana ozroq o'ngishib bersangiz. Qatlam bo'laklar yaxshi ayrim. İlham. Men mang'ishtiray. Ma'qul bo'sh. Nima? Bir ish bilan kelganmidingiz? İlham, men Gapingiz o'zi davram, qo'liqim sizda. siz bilan yaxshiroq bir paranglashib baqay deb kelgan. Ha, Zuhra xonimning nasihatlari sizni men bilan so'zlashga majbur qilgan o'xshamamdi. Meni yumshoq bosh ko'rayotgan o'xshamamsiz, Adila. Undaq emas, İlham. Men obdan o'ylab baqdim. Aramizda bir bola bor emasmi? Shunga ishkimiz. Bir bolaning borligini burun ajab bilmabdi ekansiz, a? Bo'ldi. Bizning oramizdagi ishlar allaqachon tugagan. Nadiradan ansirimisingiz bo'ladi. Uningga optip berib bo'ldim. Nima? Xohlasangiz oldimizdagi shanba kuni to'yimiz. To'ychimizni taklif qilaman. Appa! Oy. Appa! Oy balam. Nim bo'ldim. İlham. Nim bo'ldim. İlham nim bo'pti. To'y qiladigan. To'y qiladigan emasmi? Voy Allah. Men endi xo'p qoldimmi? Bir
obdan erdan ajrashib. Neymiş shundoq bo'ldi? Neymiş shundoq bo'ladi? Samoxning teni yurgan ekan, seni ko'rib qo'y degandim. Bo'ldi. Endi yig'laverma. Ya, appa, men chidamadim. Men uyimni hargiz qattiq topqizib qo'ymayman. Hargiz. Bo'ldi, yig'lama. Xudoyim, to'g'ri. Nima deydigan dema bola? Haq chidigan ekan, sen chidab baqsang bo'ladi endi. To'y qilganini men bir ko'ray. Baba, sarang bo'lib qoldim nima? Nadire. Nadire. Canım kızım. Beni görüşemezsin. Sizni ben sevgirdim abba. Canım kızım. Dadam sizni ben bilen görüştürgülü koymadı. Tek o siz öyle atıp veremiş. Bu ögey abamla öygüm ekkeldi abba. Nime? Öygüm keldim artık. O öy gelip bizi tamam etmedi. Texmini moncağı düşürüp çaşlarımda taraf koydu. O pek yaxşıken. Şundak yaxşıken abba. Nime davatsız kızım? O degen sizga ögey tursa. Ögey bolsa eski bulamdı abba. Şundak kızım. Ögey apı degençi bek eski boludu. O sizni urudu, tıllaydı. Tek tamak vermesine aş koydu. Bırak Amine abam undaq kılmaydı. Siz bilmeysiz kızım. O dadangızga tegi vaqt sizni vay deydi. Ondan keyin yana qig'iliqni qilaverdi. Undaq bo'lsa, u qatacay qachidi ekanda? Bu ha kızım. O sizni yolg'iz qo'yib, qatachaylar taz qachidi. Emisi dadamga deyman, uni har qiz oppi qilmayman. Ha, aqlli qizim, shunda qiling. Jarang. Avval tamaq yevilib, ondan sizni bozorga apirib, sizga kiyim-kechak olib beray, ha? Ma'qul. Çay için kızım. Amine abba, siz dadam bilen toy qilsangiz, men ögey apı bo'lamsiz? Nadire, bundaq gapni nereden öğrendiniz? Hiç nereden öğrenmedim. Abam bana şundak dedi. Yo'q yaptı. Nima? Uni bilan ko'rishdingizmi? Yo'q, o o'zi kepti. Biz tushlik tomoqni birga yedik. Abam tek menga yangi chorpani so'mib etdi. Amina abam tek bularni pek chiroyli ekan dedi. Men shundak yaxshi edim. Bundan keyin uni bilan ko'rishman bo'lamdi. Mayli emasmi Ilhom? U o'z apsi emasmi? Bo'lmaydi. Uni bilan ko'rishsa hargiz bo'lmaydi. Anladingizmi, Nadire? Biroq dada, mening o'g'ay yo'q, topqim yo'q. Nadire, siz Xapo'man meni. Kichik bola emasmi? Yo'q, men amin bilaman. Og'zingizni yuming, o'tiring. Nadire, qizim. Qani somsa bo'ldi. Yardımına qarab qaldım adaş. Sen İlham'ı gep fikir zıp baqa. Nadirəni özüm beqib qalsam deydi.
qo'shni bo'lgandan keyin sizlar ko'ngil bildigan yo'limiz bor. Lekin bu ishda masala qo'shib qolaylash. Agar yarışib qoladigan ish bo'lsa, qilgan yaxshiligim uchun hargiz qarab turmayman. Nimalar deydigan sen Adila? Meni demoqchi bo'lganim ilhom bu ishda gapimni anglarmi deyman. Qani so'zlashib qolmamsa adash. Bir amal bo'lib qola. Mayli. Navada ilhom gapga kirmay qolsa, Nadirani ish qilamiz. Ha? Nadirani? Qandoq deysa adash? Mani. Bo'ldi. Mayli amsa. Shunda qilayli adash. Biroq sen chandirib yurmagin. Ma'qul. Rahmat sana. Rahmatni keyin aytsangmi ulgursan. Nadira, ben adamdan hemmeni anladım. Sen herkesini uyunga ögey apa ektirme. Ögey apa degan pek eski boladı iken bulandı. Men mi shundoq o'ylagan, biroq dadam qo'shilmadi. O qo'shilmasa sen mi qo'shilma? Yig'lab yetag'in. Tamaq yemeymen de, anne senin gapinga ma'qul deydi. Lekin o'ylab baqsam, Amina opam bek yaxshi ekan. Hey ahmaq, ben apamdan anladım. Ögey apa degan askerligini keyin chiqirdi. O degan dadamın aldığını sen urmaydı, tırlamaydı. Lekin dadam yok buluşu hemen tapınan düşüp kıynanı şöyleydi. Tek mektepkime bağızmay koy bakkal koydu. Lekin adaş, bizning qo'yimiz yo'qtirsa. Sen bilmeydiken sen, ben çocuk kitaplarını köp okugan. Tek apam mı şundak degen? Öyle apa degen koy bulmasa bazardan ilip andın baktırdı. O senin çiçeğini yulup tamık üstürgen çağda andın gibinin arasılığını bilirsen, bildin mi? Emmisi men qandoq qilsam bo'la adash? Men bak qo'rqib ketyapman. Shanba kuni dadamning to'yi bo'ladi. Shanba kundan boshlab o'gay opam meni uyg'ottirsa, men qandoq qilaman? Hey Nadira, sen herkes korkma. Ben seni apamla yine başlayıp kiray. O sana qanday qilish kerakligini deb bersin. Bulandı? Ma'qul, opamning yine hozirda kirayli. Jira. Apa, Nadira'ni başlap geldim. Keldinglarmi bolalarım? Apa, sen Nadire'ge ögey apı qanday eski boladı degan so'zlab bergin. Yana tex onunga ögey apısının qo'rqmasligini o'rgatib qo'ygin a? Ma'qul qizim. Men Nadira'ga hamma o'rgatib qo'yaman. U bundan keyin o'z opasi bilan birga yashaydigan bo'ladi. Rasman? Rost qizim. Avval tamg'inglarni yevilinglar, andin so'zlab beraman. Ma'qul. Bu tamaq tuzluq bo'lib qopti. Yemayman. Nari tuzluq. Hech qanday emas-ku qizim, ha? Yemayman dedim, yemayman. Ems boshqa tamoq etib beraymi qizim? Yo'q, siz aytgan tamoqni men yegim yo'q. Nadira, nima deyapsiz? Anlasam o'gay opani tamoqini meni perslarni aralashtirib qo'ydi ekan. Shunga o'gay opaning aytgan tamoqini yemayman. Hargiz Voy, yemayman. nima deydi ma'vu? İlham. Şunda kılaylı İlham. Nadire'yi öz apsını tekireydi. Asillikle iş kıylanma. Bir de Nadire'yi küçüktürüp bütün ihtiyacını tatmasın. Sarg'anib qoldingizmi, Amina? Bag'la tarqitib bo'lgan tursa, siz Bırak. Ben Nadire'yi oğlumsun deyim. o'z opisi kelsa, uval oldi degan shu. Siz menimi o'ylab qo'ying, bo'lamdi? Lekin qo'ying. Nadirani to'ydan keyin asta-asta o'rgatib olasiz.
Ammo hozirgidek chog'da meni o'sal qilma, bo'lamdi? Biroq Nadira, Dedim, o to'ydan keyin asta-asta o'ginib qoladi deb. Valla, mening o'gay opam bor bo'ldi. Lekin men uningga ozroqmi amroq emas. Dadam uni deb meni urdi. Amsi ular to'y qilgan kuni yig'lab yetivasang bo'lmasmidi, Nadira? U kuni o'gay opam menga pek chiroyli kiyim kiydirib qo'ydi. Tek chetimg'im lenti bog'lab qo'ydi. Shuning bilan men yig'lay deb yig'layolmadim. Hozircha u senga amroqmi? Menga pek amroq degina. O'gay opa degan pek zolim bo'ladi. Ursa, urgan yerdan qon chiqib ketadi. O'gay opa degan balasiga nom bermaydi. Buni men opam deb bergan. Meninglarning to'g'ri emas. Meni o'gay opam hargiz unda qilmaydi. Seni opang Nadirani opasiga o'xshatdi. Qo'rqma Nadira, u seni hargiz bo'zaq qilolmaydi. Agar u bo'zaq qilgan bo'lsa, bizga degan biz muallimga deymiz. Ma'qul. Gapim rost, Nadira. Otangiz boshqa birisi bilan to'y qilmoqchi ekan. Shunga biz ajrashib ketdik. Siz Amina opangizni xafasingiz bo'lmaydi, qiz. U doim yig'laydi. Endi uni yig'latmoq bo'lamdi? Ma'qul dada. Endi hargiz Amina opamni xafa qilmayman. Shundoq qilam, aqlli qizim. Dada, opam haq bilan to'y qildimi? Yo'q, tehe. Siz kichik o'g'andan keyin bunaqa ishlarga aralashmang. Orlasi ne bo'ladi? Yomon bo'ladi. Ma'qul dada, endi hargiz aralashmayman. Bana ishini qizim. Ajrashiman deb dadingiz o'zi shundoq degan. U meni uydan qo'g'lab chiqadi. Uydagi hozirgi opangiz bo'lsa, dadingizni oldib tegib olgan ayol. Dadam sizni haq tegiman deb ajrashib ketdi deydi ku oppa. U yolg'on aytibdi qizim. Ishonmasangiz qo'shnilardan so'rab beqing, jinim qizim. Dadingizga aytgan bo'lsangiz, meni ep ketsin. Sizni o'zim boqay. Opa, biroq Amina opam. U ayolni qo'g'lab etish sizga bog'liq qizim. Siz bilmaysiz, o'gay opa degan bek eski bo'ladi. Kichik bolalarni urudi, oshnam bermaydi. Ay, uni sizga oshundoq qilsa, men qandoqmi chidayman qizim? Nadira? Kelin qizim. Mao kempitlardan yem. O'gay opangiz kempit bermaydigan do'y qachon? Bizning uyda kempit yo'q, men xohlagancha yeyman. Hozircha shundoq bo'ladi qizim. Qag'inni keyin ko'rsiz. O'gay opaning qandaqligini mana men obdan bilaman. Shunga siz uningga hargiz chiroy ochmang. Undaq bundaq gap qilsa, dadingiz qatang. Uningga hargiz bo'zak bo'lmoq bo'lamdi. O'gay opa deganning qandaqligini bilib oldim. U andiyon aldamchilik qilmoqchi qiyin. Keyin aytib ketadi. Endi tushundim. Uning hammasi aldamchi. Endi dadamning gapiga hargiz ishonmayman. Dadam nega? Yilg'ich kelib qolar qizim. Uchoqqa mendan yomonlab qolgan gap, bo'lmasa bu kamgich gap bo'ladi. Nima? Sizni nima qilmaydi qizim? Siz chirqishtirgansiz, men bilaman, o'gay opa degan hamisha eskilik qilishni o'ylaydi ekan. Nimadan deydigansiz Nadira? Buni dadamga taq. Dadam meni tillasin, andan siz xo'sh bo'lsin. Shundaqmi? Siz
Çiçini jülrettiniz. Ağrıp ketdi. Xapıman kızım. Endi avaylap taray ya. Endi texim çıraylı xop ketdiniz. Apam olgan bolsa her kız bunday qilmaydi. Nadira. Bulun kızım. Vaqt az qapti. Mana mağdın. Mavlani, sumkanızı sevip qo'yay. İçiniz pishqanday yeysiz. Yeni hili qidiraq qurtlab ketgan qaqda shu. Yo'q, bu shokoladli kempit. Iling. Nadira, boyqa hadas sening opangmi? Mening opam emas, dadamning ayoli. Shu, dadamning ayoli bo'lgandan keyin sening opang bo'ladi-da. Mening uni qattiq opam degim kelmaydi. Hay, u eskimi? U seni uramdi. U pek eski, doim mening chechimdan shulib tomga istirdi. Ertak menga yeydigan narsam bermaydi. O'gay opa degan pek eski bo'ladi ekan, adash. Sen endi qanday qilsan? Qanday qilishimni hech bilmadim. U oxir meni urib o'ldirib qo'ydi-ku shu. Yig'ma adash, biz muallimga aytaylik. Muallim seni cho'qib qutqizib oladi. Yura. Yoz kunlarining birida men shahar baxtisiga berib kitob o'qiyotdim. U nayt qiziq kitob bo'lg'achqa, men uning berilib ketibdiman. Hatto ko'gim tushib qolganligini sezmay qolibdiman. Shu asnoda nima bo'ldingiz, Nadira? Neymiş qıcıqlaysiz? Muallim, uni uyga yapısı urupdu. O şunun qıcıqlavatıdı. Peki onun şirkiden yulup tam bustırıp etipdi. Tamaqmı bermepdi. Rasmı Nadira? Ras. Bo'ldi, yig'lama. Men onunla paranglashib baqayım. Yo'q, muallim, hergiz paranglashmang. Bo'lmasa u meni uradi. Maktabga avatmaydi. Siz borsangiz u sizni uradi. Muallim, u xuddi Zumratlar qimmat hikoyasidagi o'gay opaga o'xshaydi ekan. Biz Nadirani qutqizib olaylik-ku. Shunday, olaylik. Nadira, chingizni ichish bilan qizim. Opamning rasmi qani? Qara, uni tashlatdingiz. Sizning ichingiz ajib yomonga. Uni dadangiz chamdan o'tirsin deb ep qo'ygan. Men ep chiqib beray. Akilim, opam mening ko'z oldimda turish kerak. Xo'sh qizim, kechda ko'rishaylik, ha? Yaxshimisiz? Men Nadirani o'qituvchisi bo'laman. Agar vaqtingiz bo'lsa, birdan suhbatlashsak bo'pti-ku. Bo'ladi. Jiring, ishxonaga boraylik. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshimisiz?
Aliye'nin apısığı değil mi? Yo'q, men Nadiraning opasi. Ha? Nadire'nin? Nadiraning? Turqqa qarsa bir chiroyli turdi. Nima degan bari qattiq ayol bu. Shu emasmi, kichkina bolaga uvaldi. Hay, o'gay opa deganmi-ku? Juring Amina, biz sirti paranglashaylik. O'zingizmi bilasiz Amina. Balalarning hozirgi mas'uli o'sib yetilish bosqichidagi eng muhim mas'ul. Shunga ular har jihatdan yaxshi tarbiyalanishga, yaxshi kutilishga muhtoj. Nadiya sizga bir gap qilgan o'xshamamdi muallim. Ko'nglingizga kelmasin, daviray Amina. Balalarda aqliy tafakkurga ko'ra hissiyot asos o'rin turadi. Shunga ular o'zlari bilib bilmay ba'zi xatoliklarni sodir qilib qo'yishi mumkin. Lekin buninglik bilan ular jismoniy va ruhiy jihatdan jazo berish meningcha bekmi xato. Xudo haqqi. O'chiraqdan chu muallim. U sabri nima deydi? Nadira va sog'doshlaring inkas qilishicha, siz doim uningga tan jazosi bergansiz. Hatto bizda tomoqni bermayotgansiz. Tavba qildim, Xudoyim, tavba qildim. Men unda qilmadim. Asrayib Xudo, unda qilmadim. O'zingizni tutaylik, Amina. Navada unda ish bo'lmasa, buningdan keyin texmi diqqat qilsangiz bo'lmadimi? Ov Nadiraning uyga yapsi, iliq as xotin shu. Menlar, sinfinglar kirib ketinglar. Voy, Voy, Nadira bu. Nadira. Voy. Bu yerda o'tirsiz. qizim. Hey bichari bola. Kesh o'g'anni sirtqaga o'xshaydi. Yetlanlar onasi, ota onasi kelgicha u bizning uyda o'tirib tursin. Kirmayman. Kirsam opam urdi. Nima? Urdi? U qani? Opam uyda, lekin men uy kirgizmadi. Hey, tova, xudoyim. Men xotining qilib yurgan ishini. Nadira? Bu yerda ekansiz qizim. Voy, nima qilganingiz bu qizim? To'rtig'ili bir oy bo'la bo'lmay, bu bolani haydab chiqaray demsiz nima? Hey, shu emasmi? Ayol haq degandan ko'ks qarni kang bo'ladigan. Bolani ep kirib keting. Bundan keyin hargiz bunday ishni qilmoqchi bo'lmang. Nadira, opangiz bilan kirib keting bolam. Ha, kirib keting bolam. Chiroy qizim kirib ketaylik. Yo'q, kirmayman. Uy kirsam meni ursiz. Sizni nima ish qo'yman qizim? Ha? Muallim sizni tilg'anib tursa. Tilisi mayli qizim. Men qabul qilaman. Chiroy, endi kirib ketaylik. Amina, men qaytib keldim. Qaytib keldingizmi? Akramlar amay. Amina. Bu sharpini ishxonadagi biraylarni akaptikan, sizga atab setib oldim. Sizga cho'qim yarashadi. Rahmat. Avvar bo'psiz. Nadira. Hech qis yo'q. Sal turib, o'ngshilib qoldi.
Toy, keling ha qizim, keling. Ne bo'ldingiz, ha? Keling ha qizim. Meni tutma. Sizdan jaq to'ydim. Nima deyapsiz, Nadira? Siz men ko'ngil bilib bu qo'ymaysiz dada. Siz yo'q chog'da mening qanday kunlarni ko'rishim bilan qachon qaringiz yo'q. Nadira, nima bilan da'vatsiz? Bo'ldi, siz gap qilma. Meni urdiganni urib bo'lib, pardasini tillab, endi dadamning oldida yosh bo'lmoqchi edingiz. Nadira, siz dada, endi mening bu uyda turg'im yo'q. Yolg'on gap qilmang, Nadira. Ko'rvatam bu dada. Ishimni so'z qo'shnilarni, maktabdagi savoldoshlarni so'rab beqim. Siz ilhom. Yürün kızım. Biz sırtı çıkıp obdan bir paranışıp bakaydık. Yürüme. Biz acırışıp gideyle Amine. Ben hemen anladım. Nadire'din mi, savakdaşladın mı, koşunladın mı, mahalle koyduklardan anladım. Rastımda İslam, Nadire'ni bu günkü kala dep oylamaktır. İlham. Siz bana işlemsiz yok. Neymiş kırağına gidip yaşınsız. Nadire degan mening qizim. Uni haq desangiz bo'lmaydi, Amina. Rastımda ihsan, ben bu çilemedim. Açıl. Men İlham bilan so'zlashdim Adila. U heliq ayoldan ajrashgan bilan yana johilligim qolmabdi. Shuncha desammi, sen bilan yarashib olmadi. Xiyolida meningcha odam yo'q deb o'ylab qoldi-da. Bo'pti. Yarashmısın. Ularga ajrash dedigin. Endi maqsadimga yetdim. Menimi voy deb yurganlar oz emas. Voy. O'zgarib qolsam endi. O'zgarmamdim amsa, tepilmasdan xo'misimda u. Endi bu qitim uning ko'zidan men o't chiqarib qandaq chiqarsa? Ay, qandaq chiqaratdim adash. To'y qilaman shu. Voy. Kim bilan? Maharat nazarda ishlaydigan birisi bor. Hozir to'xtamay elchi qo'yibdi. Shuning bilan to'y qilib deyinkin deyman adash. Qaltis chaqqan qo'san. Lekin ilhomi bu qitim bo'sh kelmaydigandek turdi juma. Qandaq deysa adash? Anglasam urib tuqqanlar uningga yana bir ayolni tanishtiribdi. Bu qitim to'yga eliblar nikoh qildirdi. Çoğun to'y qilmaydigan o'xshaydi. Voy adash, qani ko'ramiz. Ertagin kaynimdan qarab qamisi bo'ldi-ku. Nadira, sening dadang bek eskikan. U nimishqa o'zining apsini ekib bermaydi. Dadamga shuncha desam, u gapimni anglamadi. Tek opam haq bilan to'y qilar ekan. Bundan keyin sizning boshqa opangiz bor bo'ladi deydi. Haras, bu qitim apa eskimidi, yaxshimidi? Eski bo'lsin, men qo'rqmayman. Amina opamni qo'g'lab chiqarib etganga o'xshash, onam qo'g'laydiman toza.
Ben işe mangay. Babamız kechikib qolaman. Ha, baldırak keləsidə siz amıraq ügürətkəş taray. Ha, somkanızı elib elin. Ma'qul. Xo'sh emsa. Ma'qul. Vaqt az qoldi. Men tek choy içmedim. Oy, xinem. Dadınızın aldığı gap qılmasam domsayıp oturup hücranızdan çıkmaysınız. Əmdi çayını özünüz koyup içeceğim. Men mi çıkıp almışsam bolmaydı. Qandaq degan gap bu? Nemish qilyapsiz? Kichikgina turib qo'lning agarligini qara. O'tginasidan so'mka qachilab nemish qilmoqchi? Ha? Allah meni. Nadire ko'rinmaydi o. Bilmedim. Maktabdan keladigan vaqtim bo'ldi bo'lmasa. Bu balaniza yaqindan beri mijozi g'alaytili bo'lib qoldi desa. Nemisin deysiz Ilham? Men shuncha qilib o balning ko'nglini faqat apololmadim. Atligini maktabga mangdigan chaqda yangda bu shaqchak narsalarni so'mkasiga sepsam yag itib faqat aqli unimidi. Uningim bo'pti dedim qarang. Bechara o'z opsini sevmaganda haqiqatan. Nadik o'z opsigan o. Haqni deb uyni tashlab ketgan undaq opini. Siz undaq degan bilan Nadira opsiga shundaq amriq qara. Yana opsi gapini qiladigan bo'lsa, og'ziga urum. Qiziq gap qilib ekansiz. Nadira qizimni urdigan salommitdim men. Apla unutib qoldim. Nadira qizim maktabdan keladigan vaqt bo'ldi. Men oziq chiqay. Bu bəxrasına bu yerdə oturub ketkinni. Hey, nim egistri yamalğa işləb bu yerdə oturub ketdin? Ha? Mana öygə. Bundan keyin dadam yana qalaymıqan çaqıdığan bolsan, məndən ölgüç tayaq yeysən. Mana. Hey, şu vaqt için nəyə qıladınız? Bicara öyünün aldıda turub ketibdi. Yalvarıb aran təslə etdirdim da. Bunda qilib yana nima qilay deysiz, Nadira? Siz har qancha qilsingizmi, men o'z apingizni hargiz aytganmayman. Voy, kichik balığım nimancha baqiraysiz? Bichara qizni qo'rqitib. Uninga to'g'ri chapay yapmang. Kichik bola deb gap qilsam, nima degan qo'y bu? Siz bo'ldi, yig'lamang qizim, bo'ldi qiling. Gulzar, pa, Fatima, pa, Ahmetcan, pa, Nadira. Oy, Nadira qani? Nadira atdigandimi kelmagan. Hozircha xabari yo'q. U doim maktab kelmaydigan bo'lib oldi. İmtihandan nil oldi. Uni bir ish bo'lganligini uqdinglarmi? Yo'q, u bizga gap qilmaydi. Hamisha o'z yolg'iz o'tirdi. Kitob o'qib turinglar. Men hozirlik kiraman, ha?
Kim o? Ha. Nima? Maktabga bormadimi? Ha, ma'qul. Men chiqib izlab baqay. Ma'qul, xo'sh. Voy, nimadan qara. Xafa manga. O'zim shunda xo'shib qoldim-da. Keyin yana fursat bo'lsa, ayirib berib kelamiz. Nadiya, bu sizga bu yerda ish tushirasiz. Ha? Nimalarni qilyapsiz, Nadiya? Sizni dadangiz boqadigan bo'lgan-ku, chaqib uyga qaytib keting. Bilan ketaychi, oppa, undaqmi? Uyga keting. Nima cho'ng ko'chada yig'laverasiz? Mening balvaqqa deb vaqtim yo'q. Tez qaytib keting. Oppa! Nima chiqib yuraysan bu yerda? Voy nima? Ne chiqdim bo'ldim shunga bilan iznimiga yerim qanidi seni. Ha? Bu uyga kirgandan buyon qo'yib yuraysan. Ha? Amina oppa. Ketmayman. Voy nima? Kira. Endi qochqiningni men bir ko'ray. Ha? Qochamsan? Ha? Qochamsan? Yana qocham. Ha? Yana qocham. Ha? Qochamsan? Ha? Rost gap qiling. Oranglarda bir ish bo'lganmidi? Nima ish bo'lmoqchi edi? Ikkimiz to'y qilgandan tortib uni shunday yaxshi muomala qilib kelyapti. Uyga kelib qo'qqanmisan deb ko'zim ishga qarab kelyapti. Shunday qilib tursam Urug' tuqqanlarning hammasiga telefon qilib chiqdim. Hech bir xabari yo'q. Endi qanday qilamiz? men hamma yerni izlab chiqdim. Hatto qo'lim qo'shnilarning uyiga kirib chiqdim. Men yana bir izlab baqay. Sapjoynik. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Buningdan keyinchi bu yerga inimni izlab kelguchi bo'lma. Inimgacha tanlab turib qizlab bergichligimiz bor.
Amine, bala sizden yanınızdamidi? Neçə gündən bu yan bala mening yanımda turdi. İlham, sizga telefon qilay desam, Nadira unamadi. Ko'nglingizga kelsin deb qo'yay. Siz degan Nadiraning dadisi. Uning ahvoliga ko'ngil bilsangiz bo'lmaydi. O kuni bu bechoraning ko'z yoshiga faqat chidab turamadim. Men o'z vaqtida Nadiraning xo'shalligini deb sizlar ajrashgan. Endi sizmi Nadiraning nima kunlarni ko'rayotganligiga qarab qo'ying. Gap qiling qizim. Nima deb uydan qochsiz? Bilmayman, ko'zim uyga yopamayın urdi. Sizga diyamagan bilan bola menga hammani dedi. Canım kızım. Men sizdan qizingiz emas. Sizmi opamni mendan yuz o'rdinglar. Men Amina opamni yaxshi qaradi. Men tehi opamga bo'lishib, Amina opamni bekor qilib sizga bekor yolg'on aytganman. Men endi bildim. Hammadan Amina opam yaxshi ekan. Ona uchun yaxshi qaradi. Beni kechirib Amine. Bo'ldi. Bitgan ishlar o'tib ketdi. Bolani sizga topshirdim. Xo'sh. Mana qizim. Xo'sh. Dadamizning tepini oldim. Xo'sh, Amina opa. Xo'sh qizim. Çıkma kızım. Dada, ben endi Amina opamni eski demayman. Amining opam bo'lsin. Nadira. Hozir sizning opangiz bor qizim. Yo'q, men erkak uni opa demayman. Faqat sizning opa deyman. Beni kechiring Amine. Eğer xolısınız Nadira'nın telefonu yerda qo'ymasak. Sensiz kaldım ecel. Gönlüm bugün buldu yara. Gönlüm bugün buldu yara. Yürgün köyde azapta intizar buldum ana. İntizar buldum ana. Telmürüp baksam yolunga aketine taşlap beni. Telmürüp baksam yolunga aketine taşlap beni. Zarlanıp yürüsem tarafta
kalbim gülü küldü bana. Nurlanıp sevidilim, kalbim gülü küldü bana. Sen geçip kessem gel, kalmaz zincirlap ana. Kalmaz zincirlap ana. Sen geçip kessem gel, kalmaz zincir